Ushbu loyiha O'zmilliy bank aksionerlik jamiyati Malikrabot bank xizmatlari markazi hamkorligida Navoiy viloyati Karmon tumani Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inidagi 17-konturda amalga oshirilmoqda. Ekin maydoniga berekit navli piyoz ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish jarayonida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 10 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektar yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun Lider tadbirkor Said Barakatli oilaviy korxonasi ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonna, jami 300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirilib boriladi.